Xullas, mana odam bojxonada, ruscha qilib aytganda tamojnitsa ko'pchilik tushunadi. Bojxonada rahbar bo'lib ishlagan va hozir shunaqa siyosat ketmoqdaki, yoshi kattalar bo'ldi, nafaqasiga chiqsa, yoshlarga ishni bo'shatsin degan siyosat ketmoqda. Va bu odam nafaqaga chiqqan, nafaqaga kuzatilgandan so'ng 4 kun o'tib yana ishiga tiklangan. Ya'ni yana rahbar bo'lib, lekin boshqa lavozimga rahbar bo'lib tiklangan. Va buni ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qilib chiqilgandan so'ng esa 4 kun o'tib yana ishdan bo'shatildi. 4 kun bo'ldi seni ko'rmaganimga degan ishlar aytish kerak. Ya'ni kim buni tikladi? Menimcha o'shalarga ham chora ko'rish kerak, o'shalarni ham ishdan chopish kerak. Hozirgi kunda o'sha korrupsionerlar bor-ku, korrupsionerlar korrupsiya qilib chiqib ishdan haydalib, boshqa davlat ishiga borib, o'sha yerda korrupsiyasini davom ettirmoqda. Ya'ni korrupsiya qilib ishdan bo'shatilganlarga shunaqa tamg'a qo'yish kerakki, davlat ishida bular ishlay olmasin. Ya'ni qorovul bo'lib ishlasin, частный firmalarda ishlasin, no davlat ishiga yaqinlashtirish kerak emas. Aynan buni aytmayapman, men korrupsionerlarni aytyapman. Bu ishdan bo'shatib yana kim buni ishga tikiladi? Ani жесткий, хладнокровный, жесткий chora ko'ringlar, хладнокровный bo'linglar. Meni qo'limda bo'lganda borib, bularni qo'llarini chopib tashirdim korrupsionerlarni.